Qadrli kuzatuvchilar, biz siz bilan aynan milliy sertifikat imtihonlarida ilmiy matnlar bilan ishlash ko'nikmasini qanday yaxshilash va ilmiy matnlar bilan ishlash ko'nikmasida qaysi usullar ish beradi va aynan imtihonda ilmiy matnlarni ishlash bo'yicha demak o'ziga yarasha qiyin va o'ziga yarasha murakkab jihatlarini oson sodda usulda demak ko'rib chiqamiz hozir. Demak, milliy sertifikat imtihonlarida ilmiy matn qanaqa matnlardan olinyapti o'zi? Ilmiy ommabop matnlar olinyapti. Mana bu jumlaga e'tibor bering. Ilmiy ommabop. Demak, bu deganiki, o'sha omma uchun mo'ljallangan. Ilmiy matnlar mana masalan ekraningizda ko'rinib turibdi, mikroblar haqida tushgan va undan tashqari o'sha imtihonlarda ko'ryapmiz Nil haqida yoki pingvinlar haqida yoki tipratikanlar haqida yoki o'rgimchaklar haqida yoki sayyoralar haqida umuman demak inson va butun olamni o'rab turgan yoki butun inson va olam atrofidagi mavjud butun borliqda uchraydigan aniq bir shakllar yoki predmetlar ilmiy matnning umumiy obyektiga olingan. Va eng muhim joyi ommabopligi. Mana shu nuqtaga e'tibor berasiz. Va ilmiy matnlar bilan ishlashda ko'pchilik o'qituvchilar yoki talabalar da ko'pincha vaqt masalasi ko'p muammoga aylanyapti. Abituriyentlarda bilmadim, nimagadir vaqt muammosi yo'q. Chunki abituriyent biroz doimiy shug'ullanib yuradi va tezlik unda yuqori. Ustozlarda va o'sha talabalarda shug'ullanish biroz kam bo'lgani uchun vaqt reglamentida muammo ilmiy matn qaraydi kattagina qism. O'sha 1 bet yoki 1,5 betgacha ham borib qolyapti. Va natijada ilmiy matnni javobini o'qib chiqib ishlashga harakat qilish boshlanyapti. Ya'niki, xuddi mana shu o'rinda mana ko'rishlaringiz mumkin. Mikroblar degan matn kelsa 18-savolda o'qiydi, tezlikda A javobini o'qib olib, keyin B javobini, keyin C javobini, keyin mana bu tepadan izlay boshlaydi. Va bu eng katta xato hisoblanadi. Ya'ni bir borib kelgan joyga, masalan, choynak va piyolani olib kelish uchun choynakni bir alohida olib kelib, piyolani alohida olib kelganday gap bu. Ana shunaqa muammolar bo'lmasligi uchun sizlarda biz juda ham oson yechim aytaman. E'tibor bering. Bu yechim ilmiy matnni to'g'ri o'qish konsepti hisoblanadi. Ya'ni siz ishlamoqchi bo'lgan, siz hozirda testini taxlamoqchi bo'lgan va testni 100 ta, ya'ni 100%, 5 tadan 5 tani to'liq ishlamoqchi bo'lsangiz, demak, avval nima qilamiz? Matnni to'liq, aniq o'qishimiz shart bo'ladi. Mana shu nuqtaga e'tibor bering. Matnni o'qiyotganda ko'p marta takror aytaman, ilmiy matn bu shovqinni yoqtirmaydi. Ya'ni o'zi insonning demak diqqati shovqinni yoqtirmaydi. Harakat shovqini yoki ovozlar turli xil katta auditoriyada bo'ladigan, o'sha zallarda bo'ladigan, imtihon hududida, pavilyonda bo'ladigan shovqinni siz yo'q qilishingiz kerak. Buni yo'q qilish usulida o'tgan nimalarda ham aytganman. Demak, o'sha albatta barmoq usulidan foydalaning, ya'ni quloqlaringizni berkitib, to'liq shovqindan xoli bo'lgan holatda ilmiy matnni har bitta gapini alohida tushungan holatda, alohida bir nima deydi? Tahlil qilgan holatda o'qib chiqishingiz kerak bo'ladi. Va demak, muhim joylarni belgilab ketasiz. Muhim joylarni belgilashni o'rgataman. Mikroblar degan matn. Demak, mikrob degan tushunchani o'rganib olamiz. Yoshligimizdan ko'rganmiz bu narsani, eshitganmiz. Mikroblar ko'z bilan ko'rib bo'lmaydigan, mana bu nuqta siz uchun endi bitta muhim joy. Ya'ni ko'z bilan ko'rib bo'lmaydigan. Mikroblar ko'z bilan ko'rib bo'lmaydigan darajada mayda. Demak, ko'z bilan ko'rib bo'lmaydi emas. Faqat inson ko'zi ko'ra olmaydi, u mayda. Lekin hayotning barcha sohalarida mana shu olmoshlar nihoyatda muhim. Barcha sohalarida ishtirok etadigan tirik mavjudotlar hisoblanadi. Demak, mana bu yerda mana bu so'zga ham qarang. Tirik mavjudot. Qaytaraman. Mikroblar ko'z bilan ko'rib bo'lmaydigan darajada mayda, lekin hayotning barcha sohalarida ishtirok etadigan tirik mavjudotlar hisoblanadi. Ketdik, birinchi qism. Ularni faqat mikroskop yordamida ko'rish mumkin. Demak, ko'rish mumkin mikroskop yordamida. U esda qoladi. Yer yuzidagi deyarli har bir muhitni okean tubi, mana ketdi. Okean tubi, muzliklar, cho'llar, hatto issiq buloqlarni mikroblarsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Demak, yer yuzidagi deyarli har bir muhitni. Demak, mana bu jumlaga e'tibor beramiz. Deyarli har bir muhitni. Demak, okean tubi, muzliklar, cho'llar, hatto issiq buloqlarning barcha qismini mikroblar egallagan yoki mikroblar mavjud bo'ladi. Bu ikkinchi umumiy qism. Davom qilamiz. Ya'ni endi o'shanga nisbatan qani ko'ramiz.
Olimlarning tadqiqotlariga ko'ra, yer yuzidagi tirik massaning, massa deganda bu yerda 1 kilogramm og'irlik haqida gap ketmayapti, umumiy mavjudlik haqida gap ketyapti. Yer yuzidagi tirik massaning, demak tirik so'zga qarang, tirik massaning katta qismi aynan, endi mana bu yerda qarang, tirik massani katta qismi, mana bu jumlaga ham qaraymiz. Katta qismi aynan shu mayda mavjudotlardan iborat. Demak, katta qismi mayda mavjudotlardan, ya'ni mikroblardan iborat.